Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va aziz yurtdoshlarimiz. Bizda Toshkentdan Moskva, Vladimir, Sankt-Peterburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Reyslarimiz haftasiga 2 kun, har seshanba va juma kunlari Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi soat 18:00 da. O'zda manzil Toshkent avtovokzali 2-etaj. Turklar va Konur tomonidan yo'lga qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz, kulyarlarimiz va monitorlarimiz mavjud. Hamda shuni aytib o'tish kerakki, siz o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogramgacha bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Bizda ijtimoiy tarmoqlarimizdan Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabilar faoliyat yuritib turibdi. Bemalol savollaringiz va murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz albatta ularni ko'rib chiqamiz va sizga javob qaytaramiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan. Tanlovda adashmagan azizlar, tezroq o'z biletlaringizni xarid qiling.